Do'stlar, bugun biz ko'plab erkaklar butun umri davomida tushunishga harakat qiladigan, lekin juda kam inson uning haqiqiy mohiyatini anglay oladigan bir mavzu haqida gaplashamiz. Ko'pchilik erkaklar ayollar faqat chiroyli yuzga, katta boylikka, qimmat mashinalarga yoki yuqori mavqega ega erkaklarga qiziqadi deb o'ylaydi, lekin agar siz ayollar psixologiyasini chuqurroq tushunsangiz, haqiqat bundan ancha boshqacha ekanini bilib olasiz. Ko'plab ayollar tashqi tomondan oddiy ko'rinadigan, ammo juda kuchli ta'sirga ega bo'lgan odatlarga jalb bo'ladilar va bugun biz ayollarni o'ziga tortadigan 3 odat haqida gaplashamiz. Birinchi odat bu o'ziga ishonch bilan xotirjam bo'lishdir. Ko'pchilik erkaklar o'ziga ishonch tushunchasini noto'g'ri talqin qiladi. Ular doimo o'z yutuqlari haqida gapirish, kuchini namoyish qilish yoki boshqalarni hayratda qoldirish o'ziga ishonch deb o'ylaydi, ammo ayollar qadrlaydigan o'ziga ishonch butunlay boshqacha. Bu o'z qadrini biladigan, lekin uni har doim isbotlashga urinmaydigan erkakdir. Bu davrada bo'lsa ham e'tibor markaziga aylanish uchun shovqin qilmaydigan erkakdir. Bu o'z hayotidan mamnun bo'lgan va boshqalarning tasdiqiga muhtoj bo'lmagan erkakdir. Ayol shunday erkakni ko'rganda uning ongida darhol bir fikr paydo bo'ladi. Bu inson o'ziga ishonadi va aynan shu hissiyot jozibadorlikni yaratadi, chunki haqiqiy o'ziga ishonch ko'rsatilmaydi, u seziladi. Tasavvur qiling, ikki erkak bir joyda o'tiribdi. Birinchisi doimo o'z muvaffaqiyatlari haqida gapiryapti va boshqalarni hayratlantirishga harakat qilyapti. Ikkinchisi esa xotirjam o'tiribdi, o'z fikrlarini ishonch bilan aytyapti va o'zini isbotlash zaruratini his qilmayapti. Ko'pincha ayollar ikkinchi erkakni qiziqarliroq deb hisoblaydi, chunki xotirjamlik bilan uyg'unlashgan ishonch juda kuchli ta'sirga ega. Ikkinchi odat bu diqqat bilan tinglashdir. Bu odat juda oddiy ko'rinishi mumkin, ammo aslida juda kam erkak undan to'g'ri foydalanadi. Ko'pincha ayol gapirayotganida erkak faqat o'z navbatini kutadi, u eshitayotgandek tuyuladi, lekin aslida tushunmaydi. Ayollar esa qarshisidagi inson haqiqatan ham qiziqish bilan tinglayaptimi yoki shunchaki rasmiy ravishda suhbatlashyaptimi, buni darhol sezadi. Erkak ayolning gaplarini diqqat bilan tinglasa, uning fikrlariga ahamiyat bersa va his-tuyg'ularini tushunishga harakat qilsa, ayol o'zini qadrlangandek his qiladi. Inson tabiatan o'zini muhim his qildiradigan odamlarga yaqinlashadi. Yodda tuting, tinglash faqat jim turish emas, tinglash tushunish san'atidir. Biror insonni tushunganingizda siz u bilan hissiy aloqa o'rnatasiz va aynan shu aloqa jozibadorlikni kuchaytiradi. Ko'plab ayollar keyinchalik siz nima kiyganingizni yoki qanday mashina haydaganingizni eslamasligi mumkin, ammo ular sizning yoningizda o'zlarini qanday his qilganini eslab qoladi. Agar siz ularga o'z fikrlari muhim ekanini his qildirsangiz, bu tuyg'u uzoq vaqt davomida ularning xotirasida qoladi. Uchinchi odat bu hissiy barqarorlikdir. Bu ehtimol eng kuchli odatdir hozirgi zamonda. Ko'plab odamlar kichik muammolar tufayli ham xotirjamligini yo'qotadi. Arzimagan narsalar sababli jahli chiqadi, xavotirga tushadi yoki nazoratni yo'qotadi, ammo qiyin vaziyatlarda ham xotirjam qoladigan, hissiy jihatdan kuchli bo'lgan va har bir muammo oldida sarosimaga tushmaydigan erkak ayollar uchun juda jozibador bo'lib ko'rinadi, chunki ayollar tabiatan shunday inson bilan o'zlarini xavfsizroq his qiladi. Hissiy barqarorlik degani insonda his-tuyg'ular bo'lmasligi emas, bu o'z hislarini tushunish va ularni boshqarishni bilishdir. Hayotda qiyinchiliklar yuzaga kelganda bunday erkaklar qochib ketmaydi, ular vaziyatga yuzlanadi, shovqin ko'tarmaydi, ayblamaydi, balki yechim topishga harakat qiladi va aynan mana shu xulq-hurmatni shakllantiradi. Hurmat esa ishonchni, ishonch esa jozibadorlikni yaratadi. Ko'plab ayollar tashqi ko'rinishdan ta'sirlanishi mumkin, ammo uzoq muddat davomida bir erkakka qiziqib qolishlari uchun ular uning xarakterida mustahkamlikni ko'rishni istaydi. Agar erkak doimo ikkilanayotgan bo'lsa, doimo tasdiq izlayotgan bo'lsa yoki har bir muammo oldida muvozanatini yo'qotsa, uning jozibadorligi asta-sekin kamayadi. Buning aksiga o'z hislarini tushunadigan, o'z hayoti uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan va qiyin paytlarda ham qadr-qimmatini saqlab qoladigan erkak boshqalardan ajralib turadi. Haqiqat shundaki, ayollar ko'pincha erkaklar e'tibor bermaydigan narsalarga jalb bo'ladi. Ko'plab erkaklar barcha e'tiborini tashqi narsalarga qaratadi, ammo haqiqiy kuch
Insonning ichida bo'ladi o'ziga ishonch bilan xotirjam bo'lish, diqqat bilan tinglash va hissiy barqarorlik. Mana shu 3ta odat har qanday erkakni yanada jozibador qilishi mumkin va eng qiziq tomoni shundaki, bu odatlarni rivojlantirish uchun katta boylik yoki noodatiy tashqi ko'rinish kerak emas. Har bir erkak bu fazilatlarni o'rganishi mumkin va ular shaxsiyatning bir qismiga aylanganda odamlar sizni nafaqat ko'radi, balki eslab ham qoladi, chunki oxir-oqibat jozibadorlik faqat qanday ko'rinishingizga emas, balki boshqalarga yoningizda qanday his uyg'otishingizga ham bog'liq va aynan mana shu sirni juda kam odam tushunadi, ammo uni tushungan insonlarning hayoti va munosabatlari asta-sekin